Assalomu alaykum. Bugun qurilish va loyihalar sohasida tub burilish yasayotgan zamonaviy texnologiya BIM haqida so'z yuritamiz. BIM bu Building Information Modeling, ya'ni binolarni axborotli modellashtirish texnologiyasidir. Ko'pchilik BIMni oddiy 3D model deb tasavvur qiladi. Aslida esa BIM modeli binoning to'liq raqamli pasporti hisoblanadi. Unda devorlarning qalinligi, ishlatilgan materiallar, elektr tarmoqlari, quvurlar, hatto eshik va uskunalar ishlab chiqaruvchilarigacha bo'lgan ma'lumotlar saqlanadi. Mazkur texnologiya an'anaviy ikki o'lchamli chizmalar bilan ishlashdan farqli ravishda barcha loyiha ma'lumotlarini yagona raqamli model asosida boshqarish imkonini beradi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan davlatlarida yirik qurilish loyihalari aynan BIM texnologiyasi asosida amalga oshirilmoqda. Chunki ushbu tizim qurilish jarayonlarini yanada aniq, tezkor va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. BIM texnologiyasi yordamida bino yoki inshootning arxitektura qismi, konstruktiv yechimlar, elektr tizimlari, suv va issiqlik tarmoqlari, ventilyatsiya hamda boshqa muhandislik kommunikatsiyalari to'liq raqamli ko'rinishda shakllantiriladi. Natijada loyiha davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolar oldindan aniqlanib bartaraf etiladi. Bu esa vaqt va mablag' tejalishiga xizmat qiladi. Masalan, dunyodagi eng mashhur inshootlarning ayrimlari BIM texnologiyasi asosida loyihalashtirilgan va qurilgan. Dubay shahridagi Burj Khalifa, dunyodagi eng baland bino, Shanxaydagi Shanxay Tower va Atlantadagi Mercedes-Benz Stadium. Ushbu loyihalarda minglab muhandis va mutaxassislar BIM platformasi orqali o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borishgan. Mutaxassislarning fikricha, BIM texnologiyasi qurilish sohasida samaradorlikni bir necha baravarga oshiradi. Eng muhimi, loyiha sifatli va aniqligi sezilarli darajada yaxshilanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda ham raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Xususan, Kommunal loyiha ilmiy tadqiqot instituti tomonidan BIM texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Institutda BIM texnologiyalari bo'yicha alohida guruh tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda samarali faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, 2026-2027 yillarga mo'ljallangan issiqlik ta'minoti bo'yicha davlat buyurtmalarining loyihalari BIM texnologiyalari asosida ishlab chiqilmoqda. Bu esa loyihalash jarayonlari sifatini oshirish bilan birga qurilish ishlarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa kommunal infratuzilma loyihalari, zamonaviy muhandislik tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarda BIM texnologiyasining imkoniyatlari keng foydalanilmoqda. Mazkur texnologiya yordamida loyiha ustidan bir vaqtning o'zida bir nechta mutaxassis ishlashi mumkin. Arxitektorlar, konstruktorlar, muhandislar, dizaynerlar yagona tizim orqali hamkorlik qiladi. Bu esa turli bo'limlar o'rtasida muvofiqlikni ta'minlab, xatoliklarni kamaytiradi. Tahlillarga ko'ra, BIM texnologiyasi qurilish jarayonlarida yuzaga keladigan kamchiliklar va qayta ishlashlar hajmini 40% ga kamaytirishga yordam bermoqda. Shuningdek, BIM texnologiyasi qurilishning keyingi bosqichlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni bino foydalanishga topshirilgandan so'ng ham uning barcha texnik ma'lumotlari raqamli bazada saqlanadi. Bu esa ekspluatatsiya va ta'mirlash ishlarini yengillashtiradi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, BIM bu kelajak texnologiyasi. Chunki zamonaviy qurilish jarayonlarida aniqlik, tezkorlik va raqamli boshqaruv eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Kommunal loyiha ilmiy tadqiqot instituti ham ushbu yo'nalishda ilg'or tajribalarni qo'llagan holda innovatsion yondashuvlar asosida faoliyat yuritmoqda. Institut tomonidan tayyorlangan zamonaviy loyihalar BIM texnologiyasining amaliy samaradorligini yaqqol namoyon etmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yaqin yillarda BIM texnologiyasi qurilish va loyihalash jarayonlarining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.